Ko'zlariga mening jadidlarim singari Sho'lpon ekkan niholdan Bo'stonlarim bor mening Usmon Nosirdan qolgan dostonlarim bor mening Mahmud Xo'ja Behbudiy maktablarim bor mening Ilm uchun jon bergan jadidlarim bor mening Agar shu videodan 20 ming obunachi kelsa, hammani jazosiga jonli efirda 100 ta butilkani sindiraman. Shuning uchun obuna bo'lib qo'yinglar. Bu esa 10 ta g'isht bilan Tojikistonga vizit. Qurbon bo'lib ketgan bizning qancha sharaf sonimiz Ma'rifatda fido bo'lsa bo'lsin deya jonimiz Yurtboshimizning yoshlarga aytgan gapini eslang Jadidchilar bo'ladi bizning qahramonimiz O'zbeklarning bu dunyoga aytar gapi